Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. BDT'ni kuzatish tashkilotining o'rinlashtirishi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Lantos fondi, Kishilik huquq fondi qatorliq 25 xalqaro tashkilotning o'rtaq sohibxonligida o'tkazilgan 15-ci navbatlik Janva Kishilik huquq va demokratiya oliy darajaliklar uchrashuv yig'ini 16 may kuni Janvatga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'in zalida rasmiy boshlandi. Dunyoning har qaysi ellardan kelgan diplomatlar, BDT xodimlari, yuqori darajalik siyosiy arboblar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, tanilgan kishilik huquq qahramonlari, jurnalistlardan bo'lib necha yuzlagan kishi qatnashgan mazkur yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, qurultayning bayonotchisi, qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin va Gollandiyadagi jasur lager shohidimiz Qalbinur Sidiqlar bevosita ishtirok qildi. Har yili bir qatim chaqiriladigan Janva kishilik huquq va demokratiya oliy darajaliklar uchrashuv yig'inining asosli maqsadi xalqaroda jiddiy diqqat qo'zg'ayotgan ig'ir darajadagi kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlarini to'xtatish uchun chora-tadbir izlash, dunyoning har qaysi ellaridagi kishilik huquq qahramonlarini uchrashtirib tajriba almashtirish, kishilik huquqlari ig'ir darajada tajovuzga uchragan va buningga qarshi kurash qilib turmalarda yotgan mahbuslar va ig'ir badallarni to'lagan siyosiy faoliyatchilarning guvohlik berish fursat yaratib berish bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari va Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlari yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi ham insoniyat qarshi jinoyatlari dunyoga oshkorlangan 2017-yildan buyon Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qandoq to'sib qilish va xalqaro jamoatchilikni bu vaqtda qandoq safarbarlik elib kelish masalasi bo'lsa, Janva kishilik huquq va demokratiya oliy darajaliklar uchrashuv yig'inining asosli kun tartiblarining biri bo'lib kelmoqda. 16 may kuni boshlangan 15-ci navbatlik Janva kishilik huquq va demokratiya oliy darajaliklar uchrashuv yig'inida yana Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi muhim kun tartibga keldi. Janva oliy darajaliklar munbiri yig'inining bugun, ya'ni 17 may kuni o'tkazilgan umumiy yig'inda so'z qilgan lager shohidimiz Qalbinur Sidiq va Dolqin Aysa apandim Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining va lager tuzumining bugun ham shiddat bilan davom qilayotganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, xalqaro jamoatchilikni Xitoyning bu xil vahshiylikni to'sib qilish va insoniyat qarshi jinoyat ishlayotgan Xitoy amaldorlarini javobgarlikka tortish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Yig'inning tushdan burungi bo'limida tunji bo'lib so'zga taklif qilingan Qalbinur Sidiq xonim guvohlik so'zining beshida mundaq deb ko'rsatdi. Hozir Sharq Turkistondagi jazo lagerlarida 3 milliondan ortiq insonlar qamalgan. Xitoy hukumatı bu sonlarning mubolag'alashtirilganligini, ularning musulmon terrorchilar va siyosiy o'qituvchilarni qayta tarbiyalaydiganligini aytadi. Ammo u butunlay yolg'on. Men bu lagerlarning ichida ishladim. Men bu yerda o'z ko'zim bilan ko'rganlarimni aytib beray. Hikoyamning oxiriga kelganda siz bu dahshatli fojialarni e'tirof qilasiz deb o'ylayman. Sharq Turkistonda yuz berayotgan dahshatli zulmni tasvirlaydigan faqat bir so'z bor. U bo'lsa-mu irqiy qirg'inchilik. Qalbinur Sidiq xonim so'zida o'zining 2016-yil 2-oydan boshlab Xitoy hukumatı tarafidan majburiy holda jazo lagerlariga Xitoy tili o'qituvchisi qilib evatilganligini, Xitoy hukumatı tarafidan atalmış kursantlar deb atalgan lagerdagi Uyg'urlarning put-qo'llarining zanjir kishanga bog'langanligini, soqchilar va kameralar orqali kecha-kunduz nazorat qilinganligini, ularning kun bo'yi qattiq xo'rlash, haqoratlash va qiynashga duchor bo'lganligini, normal ozuqlanish, davolanish va hatto uxlashdan mahrum qoldirilganligini, ularga mahbuslarning kiyimi kiydirilib, chochlarining tushirib etilganligini, ayol mahbuslarga bo'lsa majburiy tug'maslik dorisi ichirilib, okul urilganligini, Xitoy hukumatining majburlashi bilan hatto o'zining tug'maslik operatsiyasi qildirilganligini amaliy misollar bilan nihoyat tafsili sharhlab o'tdi. Kasallik sababi bilan o'zining 2018-yili lagerdagi vazifasidan ayrilgandan keyin Xitoy hukumati tomonidan majburiy pensiyaga chiqarilganligini eslatib o'tgan Qalbinur Sidiq xonim o'zining chet elga chiqqandan keyin Xitoyning chegara halqon bostirish siyosatining asosiy nishoniga aylanganligini bildirib mundaq dedi. 2019-yil 10-oyda Gollandiya garajdan bo'lgan qizimning va vatanda o'zimning zo'r tirishchanlik bilan Gollandiyaga kelib oldim. 2020-yil 2-oydan boshlab guvohlik berishga boshladim. Keyin guvohligim Guardian, BBC, CNNning xabarlariga chiqib ketgandan keyin Xitoy soqchilari vatanda qolgan yo'ldishim bilan tuqqanlarimga tahdid silishga boshladi. 2021-yil 2-oyning 18-kuni Xitoy soqchilari yo'ldishimning undidori orqali ekran ochib, dastlab ular uchun ishlashga da'vat qildi. Men keskin rad qilgandan keyin ular tahdidlar orqali yo'ldishimni yomon so'zlar bilan tilg'izib, bizni majburiy ajrashtirdi. Men uning soqchilar tarafidan deyishga majburlanganligini darhol bildim. Men bir oy ilgari akamning olamda o'tganligini bildim. U zukamdab doktorxonaga berib, atis u sirli holda o'lib ketdi. Ular mana shundaq butun oilangizlarni nobud qiladi. Qalbinur xonim so'zining oxirida mundaq deb ko'rsatdi. Men lagerlarda ko'rganlarim, oilalarning qandoq parchalanib ketganligi,
Şirketlərinin məcburi əmgəkdən qandaq payda aldığanlıq toğrusida neçə saatlab sözləsəm tügəməydi. Xitay hökuməti hazırmı Şərq Türkistan xalqıga qarta sistemalik qıynaş, tug'mas qilish, qul qilish və o'ltirish ilib beryapti. Ular milyonlagan kishilarga irqiy qirg'inchilik qilyapti. Biz bu qirg'inchilik sukut turmasligimiz, hammamiz birdek harakat etib, uning taqobil turishimiz kerak. Qalbinur Sidiq xonimning bergan ta'sirli guvohligi yig'in qatnashuvchilarini dahshatga tushirdi. Ba'zilari anglab o'tib ko'z yoshlarini tutolmadi. Yig'inning tushdan keyingi bo'limida Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa apandim tunji bo'lib so'zga taklif qilindi. Good afternoon, everyone. My name is Dolqin Isa. I'm the Uyghurs. Despite living in the free world, I have felt imprisoned for much of my life. Dolqin Isa apandim so'zni nuqtali qoldi o'zining Xitoyning chegara halqan ziyonkashlikka uchrash ahvoli va o'zining qandaqlarcha Xitoyning birinchi nomerlik dushmaniga aylanib qolganligi haqida to'xtaldi. O'zining erkin dunyoda yashab turibmi chet ellik hayotining zo'r bir qismini xuddi mahbuslardek bir tuyg'u ichida o'tkazganligini, erkinlik, demokratiya, kishilik huquq va fikr erkinlik hukm surgan Germaniyadek bir davlatning garajdoni bo'lishiga qaramay, turli adolatsizliklarga duchor bo'lganligini, dunyoning har yerida ko'p qatim tutqun qilinib so'roq tortilganligini, o'zining faqat irqiy qirg'inchilik duchor bo'layotgan Sharq Turkiston xalqining vakili bo'lish sifati bilan o'z xalqining erkinligi va haq-huquqlari uchun kurash qilgani uchunla beshiga bu kulfatlarning kelganligini eskartib o'tgan Dolqin Isa apandim o'zining qandoqlarcha Xitoyning birinchi nomerlik dushmaniga aylanib qolganligi haqida izohat berib, o'zining 1984-yili Xinjiang universitetida qabul qilingandan keyin Xitoyning o'z chiqargan milliy territoriyalik avtonomiya qonuniga va asos qonuniga og'ir darajada xiloflik qilib, Sharq Turkiston xalqining milliy haq-huquqlarini, qadr-qimmatlarini, milliy aloyidliklarini dafsan qilayotganligini, Sharq Turkistonning tabiiy boyliklarini talon-taroj qilib Uyg'ur xalqini yo'qsullikqa, nomrodlikqa mubtalo qilayotganligini, siyosiy, qonuniy, ma'muriy, ma'rif va boshqa jihatlarda Xitoy ko'chmanlari bilan Uyg'urlarga qo'sh o'lcham siyosat yurgizayotganligini ro'shan darajada tonib va ko'rib yetganligini, bu sababdan universitet savodoshlarini tashkillab Xitoyning adolatsizligiga qarshi tinchlik shakl bilan kurash boshlaganligini, 1985-yilga kelganda 5000 dan ortiq oliy maktab o'quvchisining qatnashishida o'tkazilgan zo'r ko'lamli namoyishga boshlamchilik qilganligini, natijada Xitoy hukumati tomonidan qudratqullik jinoyat bilan ayblanib o'qiyotgan Xinjiang universitetidan haydalganligini, ana shuningdan boshlab Xitoyning tizimlikidagi asosli dushmanlarning biriga aylanib qolganligini bayon qilib o'tgan Dolqin Isa apandim Xitoyning ta'qib qilishidan va ziyonkashligidan qutulish uchun 1001 jafolar bilan 1994-yili Turkiyaga qochib chiqqanligini va 1996-yili Germaniyaga kelib siyosiy panoh tilganligini, chet elga qochib chiqqandan keyin o'zining demokratik haqlaridan foydalanib xalqaro qonun prinsiplariga va Germaniyaning qonunlariga to'liq amal qilgan asosda Sharq Turkiston xalqining erkinligi va hurlik uchun kurash qilishini davomlashtirganligini, bu sababdan Xitoy hukumatining 1997-yili o'zining ustidan Interpol orqali qizlaranglik tutish buyrug'i chiqarganligini, shuningdan keyin o'zining beshiga kelmagan kulfatlarning qolmaganligini, Xitoyning qarshiligi bilan BDT yig'inlaridan ko'p qatim chiqarib etilganligini, ba'zi davlatlarda tutqun qilinib Xitoy qaytarilish xavfiga duch kelganligini, erkin sayohat huquqining og'ir darajada cheklanmaga uchrab, Turkiya, Hindiston, Amerika qatorliq ko'plagan davlatlarga kirishning cheklanganligini, Gerçi 2018-yili xalqaro soqchi tashkiloti Interpol uning ustidan chiqargan tutish buyrug'ini amaldan qoldirgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning o'ziga qaratgan chegara halqan ziyonkashligining toki bugungacha izchil davomlashib kelganligini, Xitoyning yana bir tarafdan vatandagi oilasiga qaratgan ziyonkashligini oshirib kelganligini, 2018-yili vatandagi 78 yoshli opasining Xitoyning jazo lagerlarida vafot bo'lganligini, 2020-yili dadisining gumonliq bir shaklda hayotdan ayrilganligini, 2021-yilga kelganda bir qo'saq inisining quruq to'kmatlar bilan muddatsiz qamoq jazosiga, akasining qamoq jazosiga hukm qilinganligini amaliy misollar bilan tafsiliy eslatib o'tdi. Ikkinchi dunyo urushida natsistlarning 6 million yahudini qirg'in qilishiga sukut qilib turgan xalqaro jamoatchiligining urushdan keyin endi aslo takrorlanmaydi deb va'da bergan irqiy qirg'inchilikning oradan 70 yil o'tib bugun Uyg'urlarga qarshi yurgizilayotganligini va bu xil qirg'inchilik oldida yana xalqaro jamoatchilikning sukut qilib turayotganligini tanqid qilgan Dolqin Isa apandim Xitoy Kommunistik partiyasining faqat Uyg'urlar uchun tahdid bo'lib qolmasdan inson
insoniyatga, demokratik qimmatlarimizga, kishilik huquq qimmatlariga va dunyo tinchligiga tahdid bo'layotgan bir vabo ekanligini, Xitoyning shaytoniy qo'lining butun dunyoga so'zilayotganligini, G'arb dunyosini monopol qilish niyatida bo'layotganligini alohida ta'kidlab o'tdi. So'zining oxirida o'zining 2023-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod ko'rsatilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi bo'lganligidan cheksiz iftixorlanish va g'urur tuydiganligini ifoda qilgan Dolqin Isa apandim o'zining yuqorqi kechirmishlaridan dunyo insonlarining saboq elishni umid qilganligini bildirdi. Dolqin Isa apandim boshchiligidagi qurultay vakillari 15-navbatlik Janubiyy kishilik huquq va demokratiya oliy darajaliklar uchrashish yig'iniga qatnashish jarayonida har qaysi ellardan kelgan har sohazotlari bilan keng doirada uchrashib suhbatlashish va o'zaro tajriba almashtirish imkoniyatiga erishdi. Dünya Uyghur Qurultiyi İcraiya Komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim 16 may kuni Amerikaning eng muhim aql omborlaridan biri bo'lgan Hudson institutida mazkur institutning tadqiqotchisi, Amerika davlatlik diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkal apandimning riyosatchiligida Amerikada rasmiy ziyorati bo'layotgan Tayvan parlamentining raisi Yao Si-kun apandim bilan o'tkazilgan suhbat yig'inining qatnashish jarayonida Yao Si-kun apandim bilan ko'rishib suhbatlashish fursatiga erishdi. Ömer Qanat apandim Tayvan parlamentining raisi Yao Si-kun apandim bilan ilib borgan suhbat jarayonida Tayvan parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib qaror qabul qilganligiga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan qaytadan minnatdorlik bildirdi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Tayvan parlamentida ma'qullanishida boshlamchilik rol o'ynagan parlament a'zosi Chu apandimga va Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotibi O'rkash davlat apandimga alohida rahmat aytadiganligini bildirdi. Shundaqla Tayvan parlamentidan kutilgan ba'zi konkret talablarni o'ttirib qo'ydi. 2022 yılı 12 ayının 29 günü Tayvan parlamentinin Uyghur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib qaror ma'qullashi chet ellardagi Uyg'urlarni alohida so'yindirgan. Tayvan parlamentining bu jasur harakati Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining qizg'in qarshi elishiga erishish bilan birga Tayvanga izchil turda tahdid silib kelayotgan Xitoy hokimiyatini qattiq cho'chitgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi tarafidan 15 may kuni e'lon qilingan va dunyoning o'tgan bir yil ichidagi diniy erkinlik vaziyati baholab chiqilgan 2022 yillik xalqaro diniy erkinlik dokladida Uyg'urlar masalasiga alohida o'rin berilgan va shu kuni mazkur dokladning e'lon qilinganligi munosabati bilan Amerika Tashqi ishlar ministrligida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken va Amerika Tashqi ishlar ministrligining diniy erkinlik elchisi Rashid Husaynlar Uyg'urlar masalasini qayta tilga olish bilan birga Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni hamda bu irqiy qirg'inchilikni hujjatlashtirib dunyoga oshkorlashda muhim rol o'ynayotgan Uyg'ur hareket tashkiloti va Uyg'ur kishilik huquq qurilishini alohida tilga olib ularga rahmat aytgan edi. Bu munosabat bilan 16 may kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin Beijingda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning 15 may kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yana qayta tilga olganligiga raddiya qaytarib, uning Xitoyning millatlar siyosati va diniy siyosatga buzg'unchilik qilish, paketni burmalash bilan aybladi va hozir Xinjiangda 24 ming masjid bor. Uyg'ur xalqining diniy e'tiqod erkinligiga to'liq kapolatlik qilyapmiz deb bildirildi. Axborot e'lon qilish yig'inida Wang Wenbin Yarshar vaqti gazetining muxbirining Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 15 may kuni 2022 yillik xalqaro diniy erkinlik dokladini e'lon qilish yig'inida qilgan so'zida Xitoyni Xinjiang musulmonlariga irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan aybladi. Xitoy taraf buning qanday inkos qaytardi degan savolga javob berib, atalmish irqiy qirg'inchilik degan bu so'z butunlay Amerika tarafidan to'qib chiqarilgan asarlik yolg'ondan iborat. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni qurilgan 60 necha yildan buyon rayonning iqtisodi 160 hassa oshdi. Uyg'urlarning nupusi asildagi 2 million 200 mingdan hozir 12 million ko'paydi. Kishilarning o'tiruvchi umr ko'rish nisbati asildagi 30 yoshdan hozir 74,7 yoshga yuksaldi. Navbatda Xinjiang ijtimoiy jihatdan muqim, iqtisod taraqqiy qilgan, millatlar ittifoqi kuchaygan, diniy e'tiqodga kapolat qilingan, xalq turmushi yaxshilangan bir vaziyatda turmoqda deb chalvoqidi. Wang Wenbin so'zda yana navbatda Sharq Turkistonda 24 ming masjidning borligini, yaqin yillardan buyon 100 dan ortiq davlat va xalqaro organlarning 2 mingdan ortiq amaldorning Sharq Turkistonni ziyorat qilganligini va rayonning taraqqiyotiga yuqori baho berganligini ta'kidlash bilan birga, Amerikaning millatlar, din, kishilik huquq masalasidan foydalanib Xitoyning ichki ishlariga aralashishiga qat'iy qarshi turadiganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 2022 yillik xalqaro diniy erkinlik dokladining e'lon qilinganligi munosabati bilan 15 may kuni e'lon qilgan axborotida Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Uyg'urlarga qarshi qilayotgan zulmini irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb bekitgan.
Biz bu məsələlərni həll qilish üçün maliyə cəzası, viz çəkilməsi və shuningdek Uyğur məcburi əmgakinin aldını olish qanunu qatarlıqlarını yo'l qoyduq və məcburi əmgak bilan ishlab chiqarilgan tovarlarni import qilishni chekladik deyilgan. Və Amerikaning buningdan keyin BDT bilan bu masalada yaqindan hamkorlashib, Uyg'urlarga oid dokladlarning davomli chiqishiga turtki bo'lganligi hamda yana Amerikaning sherik davlatlari va hatto Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan aloqani kuchaytirib, ularning Xitoy qarta tadbir ilishni qo'lga keltirishga tirishadiganligini, Amerikaning bu zulmni to'xtatish uchun qo'ldan kelishicha tirishchilik ko'rsatadiganligi bayon qilingan edi. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allohga omonat.